Assalomu alaykum. Kelinglar bugun qosh bo'yashdagi xatoliklarni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rdingizmi, qoshdagi xato bo'yalgan hisobiga mana shunday holat yuzaga keladi. Sababini bo'lsa video davomida tushuntirib o'taman. Menga obuna bo'lib, layk bosishni unutmang. Kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Kelinglar bugun sizlar bilan qoshimiz rangini ochartiramiz. Mana shunday bo'yoqlar bilan. Bu asosan ko'proq o'rangan qizlarimiz uchun tavsiya qilinadi. Ko'pchilik hozir kirmay ketdi qoshini. O'sha hisobiga pastdagi keraksiz qoshlarimizni berkitib yashirib turadi bu. Tayyorlash uslubini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'pchilik qosh bo'yashda qiladigan xatoliklar qoshimizni yaxshilab tozalab olmaslik va eski bo'yalgan qoshimizda qolgan qoldiqlari. Qoshimda mana ozgina bor bo'yoq, qoshim tozalaganim yo'q. Hozir bo'yaganimdan keyingi holatni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. O'tgan safarga nisbatan boshqacharoq qosh bo'yadim bugun. Ozgina tekisroq. Qisqa short videoni joylaganimda bu qoshimni ko'pchilik e'tirozlar bildiribdi. Sizga yarashmabdi, o'zingizni tabiiy qoshingiz yaxshi deb. Men prosta buni sizlar uchun tayyorladim. Is qilib olganingizdan keyin xohlasangiz o'sha chizig'i bo'ylab qoshingizni qalam bilan shakl chiqarib keyin bo'yasangiz ham bo'ladi. Endi menga shu uslub qulayroq. O'shani hisobiga ko'pchilik qoshini bo'yatishga kelganda ip bilan chizgan vaqtim aytishadi-da, ipda chizsangiz kamroq ketadimi? Ustidan surtavering, och bo'lib qolmasin rangi deb aytishadi. Aslida men ipda yo'nalish chiqarib olaman, keyin ustidan bo'yab chiqaman. Cho'p bilan yana kerakli joylariga qo'yib chiqaman. Mana birinchi qoshimiz tayyor bo'ldi. Endi ikkinchisini bo'yaymiz. Meni kuzatib tursangiz, keyingi videolarda o'sha qoshingizni xato bo'yasangiz, uni o'chirish yo'llarini ham o'rgataman. Ko'pchilik so'raydi, buni bo'yagandan keyin nimada o'chirsak bo'ladi? Xato ketgandan keyin qanday o'chirishlarni o'rgataman. Kuzatishda davom eting. Hali Instagramda, YouTube'da bunaqa bo'yashni ko'rganim yo'q, to'g'risi. O'zim birinchi bo'lib olib chiqay dedim. Bu safar ozgina qorani ko'proq qo'shganim hisobiga hozir ko'rasiz, qo'limda ham bir pasda
qo'limga ham yuqib qoladi. Mana bittasi qorayib qoldi. Qoshni o'chirgandan keyin ham birinchi o'chirgan holatingiz ochiq bo'lishi mumkin, keyin turib buni rangi chiqib ketadi. O'shani hisobiga qorani xohlamaganlar iloji boricha kamroq qo'shishga harakat qiling. Mana qoshim tagidagi qoshlarimni ko'ryapsiz. Men unchalik qoshim yo'q, termayman. O'shani tagini ochartiramiz. Mana ko'rdingizmi? Qoshimni yaxshilab tozalamay, eski qosh bo'yoq ketkazmagan hisobiga mana shunday bo'ldi. Bu xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun avval qoshni yaxshilab tozalab, eski qosh bo'yoqni ketkazib, keyin bo'yashingizni tavsiya qilaman. Mana ko'rib turganingizdek, ikkala qoshimda ham ahvoli bir ahvol. Mayli, shunda ham qoshimni tagini ochartirib ko'rsataman. Qoshimiz tagiga yaxshilab surkab olamiz. Bu qizdiryapti, achishtiryapti deb ko'pchilik vahima qo'rqishadi. Teriga u darajada ta'siri yo'q, nojo'ya ta'siri yo'q. Kimdir qoshini bo'yab bo'lgandan keyin, kimdir bo'yamasdan oldin ochartirib oladi. Endi hammaning uslubi har xilcha. Kim o'ziga qaysi usulni qulay ko'rsa, o'shanday qilib bo'yash, qoshini ochartirishi mumkin. Mana shunday quyuq qilib surkab olamiz. Meni qoshim siyrakligi hisobiga kamroq tayyorlaganman. Qoshim quyuqlar, tuki qalinlar 2 barobar ko'proq tayyorlagani ma'qulroq va ko'proq turg'izamiz qoshimizda. Natijani kuting, oxirida qo'yaman natijasini. Qoshimizni bo'yab bo'ldik. Ma'lum vaqt o'tgach, qoshimizni sekin oddiy vatniy disk bilan tozalab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, qoshimizni keraksiz tuklari ochardi rangi. Bu 1 oy turadi. 1 oy bemalol yurasiz. Qoshingiz rangini ochartirgan holatda qoshimdagi bo'yoqni ko'rishingiz mumkin. Rangi to'qlashib ketyapti borgan sari. Qosh bo'yashdan oldin men aytgan xatoliklarni qilmaslikka harakat qiling. Qoshingiz xunuk chiqib qolmasligi uchun. Mana ko'rdingiz qoshimni. Videoni oxirigacha kuzatganingiz uchun rahmat. Sizga foydali kontent bo'ldi deb hisoblayman. Meni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli narsalarni sizlar bilan bo'lishib boraman.